Psixologiya sizga o'shim kerak emas bo'lgan fan. Psixologlar hammasi mashinik, psixologlarga boradigan insonlar bo'lsa ahmola, jinnilar yoki xalq ta'birida aytadigan bo'lsam, ulug'lar aldanib borib keladi yoki psixologiyani o'rganadigan insonlarning hammasidan qo'rqish kerak degan fikrlar hozirgi davrda juda ham ko'p aytiladi va juda ham ko'p eshitiladi. Va bu normal holatga ham aylanib bo'lgan. Nima uchun normal holatga aylanib bo'lgan? Chunki bu birinchi davr emas bunday vaziyat kuzatilayotgan. Asrlar davomida bunday vaziyatlar ko'plab yuz bergan. Xo'sh, nima uchun? Nima uchun inson va inson o'zini anglashiga, ichki menini, shaxsiyatini anglashiga yordam beradigan ilm o'rtasida har doim qanaqadir to'siq bor? Va hozirgi davrda aytadigan bo'lsak, bu to'siq jamiyatning fikri yoki psixologiyaga nisbatan aytilayotgan negativlar. Xo'sh, bunday vaziyat birinchi marotaba bo'layaptimi? Yo'q. Bunday vaziyatlar asrlar davomida bo'lgan va ushbu holatni biz nima uchun bo'layotganligini gohida tushunamiz, gohida esa tushunmaymiz. Menimcha buning sababi oddiy. Shunchaki inson o'zini, o'zligini, shaxsiyatini, kimligini ichidan fundamental darajadan o'rganadigan bo'lsa, u aytganni qiladigan, podaga ergashadigan qo'y bo'lishdan to'xtaydi. Bu esa kimlargadir noqulaylik tug'diradi, chunki o'rganayotgan, izlanayotgan va o'sayotgan insonda shaxsiy men shakllanadi. Men kimman degan savolni o'ziga berar ekan, kimligini anglay boshlaydi. Emotsional jihatdan, ruhiy jihatdan yoki tana jihatidan bu bilimlarga ega bo'lar ekan, unda shaxsiy fikr paydo bo'ladi. Tabiiyki u xo'p bo'ladi duradigan insonga aylanib qolmaydi, u boshqa insonga aylanadi, u shaxsga aylanadi. Shaxs o'zi kim? Shaxs bu o'zini fikriga, o'zini prinsip qadriyatlariga ega bo'lgan insondir. Shu o'rinda kuchli shaxs atamasiga ham ifoda berib o'tamiz. Kuchli shaxs bu o'zini fikriga qolganlarni ergashtira oladigan insondir va bunday insonlar ba'zi bir boshqa insonlar uchun noqulay hisoblanadi. Xo'sh, nimaga asoslanib bunday deyapman? Gapning isbotini tarixdan bilib olishimiz mumkin. Hozirning o'zida biz 12-16 asrga sayohat qilamiz va tarixni nima uchun yaxshi ko'rishimizni ham birgalikda bilib olamiz. Chunki aynan tarixiy misollar orqali biz qandaydir bir voqea, hodisa yoki yuz bergan amaliyotlar hozirgi kunga qadar qanday ta'sir doirasiga ega bo'lganligini yoki hozirgi kunga qadar qanday oqibatlarni olib kelganligini biz o'sha tarixning o'zidan ko'rib bilib olishimiz mumkin. Demak, biz boshladik. 12-16 asrlarda psixologiya qorong'u ilm deb e'lon qilingan. O'sha davrda inson ruhiyati haqida gapirish dinga qarshi chiqish bilan teng edi. Bunda inkvizitorlar qo'lidan kelgan jamiki ishni ilmga qarshi ishlatgan. Xo'sh, inkvizitorlar o'zi kim edi va inkvizitsiya so'zi bilan ham tanishib o'tamiz. Inkvizitsiya bu cherkovga qarshi chiquvchi insonlarga nisbatan jazolarni qo'llovchi organ deb qo'ya qolamiz. Shunda osonroq va tushunarliroq bo'ladi. Uning asosiy maqsadi cherkovga qarshi chiquvchi har qanday kuchni ilm bo'ladimi yoki falsafa bo'ladimi yo'q qilish edi. Ruhiy kuzatuv bilan shug'ullanadiganlarni o'sha davrda sehrgarlar, jin urgan insonlar deb e'lon qilishgan. Nima uchun? Sababi oddiy. O'sha davrlarda insonning xulqi yoki fikrlashi diniy nuqtai nazardan ikkitagina yo'l bilan tushuntirilgan. Bu yaxshilik va qorong'ulik, ya'ni yomonlik, yorug'lik, zulmat va hokazo, mana shu antonimlarning o'zi bilan ifodalangan. Nima uchun? Chunki shunaqasi osonroq bo'lgan va yangicha fikr umuman qabul qilinmagan. Vaholanki psixologiya bo'yicha hech qachon hech kimda yaxshilik yoki yomonlik holatlarining o'zi yo'q. Ya'ni yaxshi yomon degan tushunchaning o'zi yo'q. Siz ma'lum bir insonni qaysidir holatda yaxshi bo'ladimi, yomon bo'ladimi holatda ko'rayotgan bo'lsangiz, psixologiya har doim mana shu siz ko'rayotgan holat kecha u qanday bo'lganligini, ya'ni harakatlar ketma-ketligi qanday omillar orqali shakllanganligini o'rganuvchi fandir va mana shu konflikt oqibatida shunchaki ko'plab olimlar yondirib yuborilgan, hattoki o'ldirilgandan keyin ham qazib olib hammaga o'rnak bo'lishi uchun maydonda yondirilganlari ham bor va ular bilan ham biz bu video davomida tanishib chiqamiz. Ular bilan tanishish nimaga kerak o'zi deysizmi? Javob oddiy.
Ular bilan tanishish orqali ular bizga qanday meros qoldirganligini bilib olamiz va ularning qoldirgan merosi, fikrlari, g'oyalari hozirgi zamongacha qanday ta'sir ko'rsatayotganligini ham bilib olamiz. Tarixiy misollarning yaxshi tarafi ham shunda. Demak, sayohatni boshladik. Pietro D'Abano, tabib, faylasuf, odamlarning tavsifini, xulqini mantiqiy tushuntirishlar orqali ifodalagan. Cherkovni sehrgar deb e'lon qildi. Kitoblari taqiqlangan. O'zi sudga tortilgan. Vafotidan keyin murdasini qabrdan qazib olib yondirishgan. U odam xulqini faqat taqdir yoki sirli kuchlar bilan emas, mantiqiy sabablari, tana va ruh o'rtasidagi munosabatlar, atrof muhit ta'siri bilan tushuntirishga uringan ilk olimlardan bo'lgan. Ya'ni uning g'oyasiga ko'ra, siz hayotingizning ma'lum bir davrida qandaydir bir qarorni qabul qilayotgan bo'lsangiz, siz qaror qabul qilishingizga ta'sir o'tkazuvchi o'zingizning ichingizdagi omillar bor. Ya'ni o'sha qaror qabul qilish jarayoningizdagi sizning jismoniy holatingiz, ruhiy holatingiz siz qaror qabul qilishingizga ta'sir o'tkazayotganligini anglatishga harakat qilgan. Ya'ni sizda qandaydir bir kasallik holati bo'ladigan bo'lsa, siz tabiiy ravishda agressiv yoki sizga hech narsa yoqmaydigan holatda bo'lasiz va bu holatingiz affektida, ya'ni ta'sirida siz boshqacharoq qaror qabul qilib qo'yishingiz mumkin va bu qarordan keyinchalik afsuslanishingiz ham mumkin. Aynan shu narsani g'oya sifatida tatbiq qilmoqchi bo'lgan. Pietro odamning fe'l-atvorini tushunish uchun avvalo uning tanasidagi jarayonlarni, yoshi, kasbi, odatlari va hayot tarzi qanday ta'sir ko'rsatishini tizimli ravishda tahlil qilgan. U shunday xulosa aytadi: insonning xulqi tasodif emas, har bir fe'lning ildizida kuzatish, sabab va ta'sirlari bor. Pietro odamni tushunish uchun 3 ta mezonni taklif qilgan. Birinchisi bu tana, odamning tabiiy holati va muvozanati. Ikkinchisi aql, fikrlar va qarorlarning ildizi. Uchinchisi muqobil sabablar, odamni o'rab turgan dunyo ta'siri. Shu uchlikni birlashtirib, u shunday degan tamoyil yaratdiki, u keyinchalik zamonaviy psixologiya va psixosomatikaga yo'l ochdi. Odamning ichki olami uning tashqi hayoti bilan bog'langan. Birini tushunmasdan boshqasiga baho berib bo'lmaydi. Pietro D'Abano aynan mana shu g'oya bilan o'z davrida inson mantiqi mavjudligini ilmiy asosda birinchi bo'lib isbotlab bergan mutafakkirlar qatoriga kirdi. Ikkinchi qahramonimiz va aniqrog'i bu kontekstda ikkinchi qurbonimiz bu Michael Servet. U bilan ham tanishamiz. U tanadagi qon aylanishini birinchi bo'lib ilmiy tushuntirgan. Ruhiyat va tana o'rtasidagi bog'liqlikni yozgan. Bu cherkov uchun haddan tashqari yangilik edi. Jason bilan birga yondirilgan. Servetning eng katta kashfiyoti shundaki, u birinchi bo'lib o'pka orqali qon aylanishini, kichik qon aylanish doirasini ilmiy tarzda tushuntirgan. Bu oddiy tibbiy kuzatuv emas edi. Bu inson hayotini saqlab turgan fundamental mexanizmni ochish edi. U shunday yozadi: qon yurakdan o'pkaga boradi, havodan tozalanadi va yana yurakka qaytadi. Bu fikr 16-asr uchun juda dadil va xavfli edi. U odam tabiatiga shunday yondashdi. Insonning hayoti nafas olishi, yuragining urishi, qoni qanday harakat qilishi bilan tushuniladi. Tana ruhdan ajralgan sir emas, u tiriklikning aniq tizimidir. Navbatdagi qurbon qahramonimiz Giordano Bruno. Kosmolog, ammo ruhiy jarayonlar haqida ham yozib o'tgan. Inson tafakkuri cheksizdir degani uchun 7 yil qiynoqqa solingan. Rimda tiriklayin yoqilgan. U fikrning tabiati haqida yozarkan shunday deydi: aqlning imkoniyati koinot kabi kengayib boradigan, to'xtamay o'sadigan jarayondir. Uning eng kuchli natijasi shunday edi. Bruno tafakkurni statik emas, balki dinamik, doimiy harakatda bo'lgan kuch sifatida tasvirlagan. U insonning ichki olamini 3 asosga bog'ladi. Birinchisi bu tasavvur, yangi g'oyalarning manbai. Ikkinchisi xotira, tajriba va bilimlar ombori. Uchinchisi esa aql, bu ikki kuchni bog'lab, ulardan cheksiz kombinatsiyalar paydo qiladigan markaz.
Brunoning fikriga ko'ra odamning fikrlashi cheklangan joydan boshlanadi, lekin cheksizlik tomon yo'naladi. Bu g'oya keyinchalik psixologiyada kreativ tafakkur, intellektual cheksizlik, inson miya salohiyati haqidagi tadqiqotlarning poydevoriga aylandi. Bruno shuningdek insonning ruhiy kuchi haqida shunday yozgan: Aql bizni atrof muhitdan emas, ichki imkoniyatlarimizdan ozod qiladi. U tafakkurni tashqi cheklovlar bilan emas, ichki imkoniyatlar bilan o'lchash kerakligini ta'kidladi. Ya'ni uning g'oyasiga ko'ra inson avvalo hayotidagi to'siqlardan, uni ozodlikka, erkinlikka chiqaruvchi to'siqlardan qutulishi kerak. Gohida menga emas bunaqa qilish, men unaqa qila olmayman degan narsalarning o'zi, ya'ni degan fikrlarning o'zi bizga ko'p ishni qilishga to'sqinlik qiladi. Mana shu to'siqlarni olib tashlay oladigan bo'lsak, men qila olmayman deydigan bo'lsak, siz tasavvuringizda qila oladigan barcha narsalarni qila olishingiz mumkin. Sizni qo'yningizga kelgan narsa bejizga qo'yningizga kelmagan. Siz qila oladigan narsa sizni qo'yningizga keladi. Siz erisha oladigan narsalaringiz qo'yningizga keladi. Mana shu g'oyani singdirishga harakat qilgan u. Aqlingiz yetyaptimi nimanidir tasavvur qilishga? Demak, real hayotda ham o'sha narsani qilishga aqlingiz yetadi, shunchaki aqlingizning o'zi, ongingizning o'zi o'zingizga to'siqlar yasab qo'ygan. Ulardan xalos bo'ladigan bo'lsangiz, miyangiz ochiladi. Inson birinchi navbatda ongini ochib olishi kerak degan fikrni oldinga surar ekan. Bu fikr ortida ongi ochilgan inson ko'proq narsalarga erishishi mumkinligi g'oyasi yotadi. O'sha davrlarda ilm mag'lub bo'ldi. Mistika, ya'ni vaziyatlarning mistik tushuntirishlari g'olib bo'ldi. Va psixologlar buni ham asoslashdi va bunga ham ta'rif topa olishdi. Chunki asossiz bilimning o'zi yo'q va hozir ular bilan tanishib chiqamiz. Bizning miyamiz sirli narsalarni tezroq qabul qiladi. Miyamizning qadimgi qismi amigdala xavf va noma'lum narsaga tezroq ishonadi. Shuning uchun odamlar bu odam g'alati gapiryapti, demak shayton tegibdi degan fikrga tezroq ishongan. Ularning ongi shunchaki hali rivojlanmagan. Ilm odamlarni o'ylashga majbur qiladi, ammo hokimiyat uchun o'ylaydigan odam xavf. Shuning uchun ilmni emas, qo'rquvni kuchaytirish kerak edi. Mistika oddiyroq, ilm esa murakkab. Jin urdi deb muammoni yechimini topib qo'ya qolish yoki shunday yechimni qabul qilish osonroq, lekin bu ruhiy kasallik, unga tushuntirish bor, uni davolash yo'llari bor. Uning uchun siz fikrlashingiz kerak degan g'oyani anglash ko'p ish talab qiladi. Shuning uchun ham odamlar qaysi biriga tezroq ishonadi? Qaysi birini tushunish osonroq bo'lsa? Ilm yutqizganning asosiy sababi ham shunda. Uni tushunish kerak edi. Uni tushunish uchun miyani ishlatish kerak edi. Bunaqa o'tirish o'sha davrda ling bo'lgan. Inkvizitsiya 1184-yildan 1834-yilgacha faol bo'lgan. Bu 650 yillik qorong'ulik. Lekin eng zarari psixologiya 500 yilga to'xtab qoldi. Agar o'sha davrda ilm erkin bo'lganida psixiatriya 300 yil oldin rivojlanardi. Tushkunlik, bipolyar va shizofreniyaning erta davosi topilardi. Stress ilmi 19-asrda emas, 14-asrda topilardi. Inson ruhidagi ko'plab mexanizmlar bugun ancha rivojlangan bo'lardi. Siz o'ylashingiz mumkin, yaxshi ham inkvizitsiya o'sha davrlarda qolib ketgan-ku deb. Ha, inkvizitsiya qolib ketdi. Inkvizitsiya so'zi qolib ketdi. Lekin unga nisbatan qo'llaniladigan ishlar hali hamon davom etmoqda. Odamlar hali hamon depressiyaga tushganlarni nimjon insonlar deb, psixologga borganlarni zaif deb, stressni iroda etishmasligi deb, g'alati xulqni esa jin urgan deb baholaydi. Bu o'sha davrning qadimgi mexanizmi. Ilmni emas, shunchaki jin urgan uni. Anaqa bo'ldi. O'qitib yuborish kerak degan tushunchani tanlash osonroqligi mexanizmidir. Bugungi davr inkvizitsiyasi bu fikrlashdan qochish, fikrlash uchun qilinayotgan harakatlarni inkor qilish yoki ularni shunchaki yomonlab qutulib qo'ya qolish. Agar siz his-tuyg'ularingizni tushunsangiz, demak siz kuchlisiz.
Agar qo'rquvni anglasangiz, unda uni boshqara olasiz. Agar inson ruhiyatini ilm bilan tushunsangiz, hech qachon o'tmishdagi xatolarni takrorlamaysiz. Psixologiya bu sehr emas. Bu tirik qolish, inson bo'lish va o'z hayotingizni ongli boshqarish san'atidir. Inkvizitsiya olov yoqib ilmni yo'q qilmoqchi bo'ldi, lekin olov ilmni emas, qorong'ulikni yondirdi. Bugun psixologiyani tanlash bu o'zingni tanlashdir. O'zingni tanlar ekansan, sen o'zingni anglaysan, shaxsiyatingni tushunasan, his-tuyg'ularingni boshqarasan, harakatlaringni ongli ravishda amalga oshirasan. Yana bir bor takrorlayman. Bugun psixologiyani tanlash bu ilmni va ilm orqali o'zingni tanlashdir. Videorolik davomida aytilgan har bir fikr, oya, tushuncha yoki tarixiy ma'lumot manbalari bilan doimgidek izohlarda tanishishingiz mumkin. Agarda siz ham mistikani emas ilmni tanlaydigan bo'lsangiz, Bayoni meros akkauntiga obuna bo'ling. Biz ilmiy jihatdan o'zligimizni anglashda davom etamiz. Videorolikdan birgina bo'lsa-da yaxshi xulosani yoki ma'lumotni olgan bo'lsangiz, albatta like bosishni unutmang. Chunki biz raqamlarda natijani ko'rishni istaymiz. Siz ham buning guvohiga aylanishingiz mumkin va ilmni tarqatishda xizmatchilardan biriga aylana olasiz. Chunki sizning layklaringiz, kommentariyangiz bu videolarni ko'proq insonlar ko'rishiga sabab bo'ladi va siz ham mana shu bilimlar kimgadir foydali bo'lishida sababchilardan bo'lasiz. Keyingi videoda ko'rishguncha